Shahvaniylikning oqibati. Barliq maqtash yakki yegona Allohga xosdir. Duo va salom eng oxirgi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga va u zotning oila tabiatlariga va butun sahobalarga bo'lsin. Biz fitna fasod va buzuqchiliklar ko'paygan, nafs xohishlar va ko'ngil echish o'rinlari hukmron bo'lgan, har xil ozdirish, shahvat vositalari, gunoh ma'siyatlar va halok qilg'uvchi narsalar ko'payib ketgan bir davrda yashayapmiz. Ko'pincha kishilar bu alamlik reallikqa bo'ysunib, havoyi havsining keyniga kirib ketganligi uchun nafs xohishi ularni halok bo'lishga olib berib, ularni dunyo oxiratda foydali, baxt, saodat va nijotlik bo'lgan narsalarni ko'rishdan ko'r qilib qo'ydi. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Nafs xohishlarga ergashdi. Ular qiyomat kuni gumrohlikning jazosini tortadi. Bundaq kishilar qandaq yerdan kelishiga qaramasdan oldiga kelgan shirin maylarni ichib, ko'ngil xohish karvonlarining qayerda menishidan qat'iy nazar ularga ergishib meniverdi. Chunki ular yolg'on umidga yoki cheki yo'q arzu-armonlarga aldangan. Yoki ular uyg'otish mumkin bo'lmaydigan darajada butunlay g'aflatda qolgan. Ammo aqlliq va yaxshi mu'minlar ishlarining oqibatiga nazar solib, ishning beshidala g'oyasini va oxirgi nuqtasini aniq bekitadi. Chunki ular dunyoda sabrni kiyma, iffat nomusini rahbar, taqvolikni shuar qilgan. Shunga ular uning bedeliga Alloh taolaning oxiratda eng yaxshi mukofot beradiganligini bilgachga qattiq sabr qilib yashaydi. Bu haqda Alloh taolo sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi degan. Amaliyotda bu xil kishilar dunyodan hech qanday biror narsa ziyon tortmaydi. Lekin bular shahvatlarini to'g'ri, mubah yo'l orqali qondirib, nafsiga hokim bo'ladi va uni kontrol qilib turadi. Bu kishilar dunyoda sabr qilishning, Allohga osilik qilishdan, oxiratda bo'lsa xarzabun, ziyonkor va halok bo'lishdan oson ekanligini bilgachga, ko'ngli tortgan tarafga qarg'ularcha mengivermaydi. Shahvaniylikning oqibati. Ibn Qayyim rahimahulloh shahvaniylikning oqibati haqida so'zlab mundaq degan: shahvatga sabr qilish shahvatning natijasiga sabr qilishdan yengilroq bo'ladi. Chunki shahvat birinchidan alam va azobga sababchi bo'ladi. Ikkinchidan shahvatdan cho'ngroq lazzatdan quruq qo'yadi. Uchinchidan vaqtni zoya qiladi. To'rtinchidan obro'yini tushirdi. Beshinchi iqtisodini zoya qiladi. Oltinchi shon shuhratini tuvallatadi. Yettinchi shahvatini harom ishlar bilan qondirish esil bir ne'matning qo'ldan ketishiga sabab bo'ladi. 8. Hech o'ylab boqmagan bir ahonatga sababchi bo'ladi. 9. Shahvatga yaqinlashmaydigan darajada g'am, qayg'u va qo'rqinchni elib keladi. 10. Shahvatini qondirishdan lazzatli bo'lgan saqlanishga tegishli ilmni unutib qoladi. 11. Dushmanni xo'sh qilib, do'stini ranjitishga sabab bo'ladi. 12. Kelayotgan ne'matni uzib qo'yadi. 13. Mangulik o'chmas nachar bir xarakter paydo qiladi. Chunki ish-harakatlar xarakter va axloqni shakllantiradi. Ey suyimli qarindishim, shahvatga ergashishning oqibatining naqadar yomon ekanligini bildingizmi? Nima uchun inson birdamlik huzurni mangulik ne'matdan ustun biladi? Nima uchun insonlar gunoh ma'siyatga va harom ishlarga xuddi yo'lbos o'ljisiga etilgandek etiladi? Go'yo uning holtili dunyo huzuri naq, oxirat ne'mati nisi. Biz naq huzurdan nisi bo'lgan oxirat huzurini deb voz kechmaymiz da'vat qandak.
Bundaq so'zni qalbida iymon yerlashmagan, iymonda shak bor kishilarla deydi. Bundaq kishilar shahvatlari g'olib kelgan kishilardan yomondir. İnsanning harom ishni qilishi ikki sababdan bo'ladi. Birinchisi, Allohga itoat qilib, uningga bo'ysunishni hamma narsadan ustun bilsa, Alloh uningga haromdanmi yaxshiroq bir halolni bermaydi deb xato o'ylash. İkincisi, u ishning haromligini va harom ishni tark etsa, Alloh uning o'rniga eng yaxshisini berdiganligini biladi. Lekin uning shahvati, savrisini, xohishi aqlini besib ketib, harom ishni qilib soladi. Birinchi turdagi kishi bo'lsa, bilimi tuvan kishidir. Ikkinchi turdagisi bo'lsa, aqli parosati ojiz kishidir. Bu ojizlikni manfaatlik yaxshi amal va dushman bilan jihad qilishdan og'ir bo'lgan nafs bilan jihad qilish orqali saqaytqin bo'ladi. Abdullah ibn Muborak rahimahulloh Allohning yo'lida loyiq ravishda jihad qilinglar degan so'zi haqida u oyat nafs bilan jihad qilishni ko'rsatadi degan. Shahvatlarga bo'ysunuvchi inson Alloh taolaning afu qilish va mag'firat qilishiga yo'lini bilib, jazolaydiganligini unutgan bo'lsa, aqlli odam osiylik qilgan zotning buyukligiga qarab, darhol tavba istig'for aytishga oldiraydi ham kuchining yetishicha tirishidi. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: kimiki bir yomonlik qiladi ekan, u buning uchun jazolanadi. Aqlliq inson mana bu oyat haqida o'ylanadi va bu oyat u insonni shahvatiga agishishdan, ko'p gunoh qilishdan to'sidi va ko'p in'om qilg'uchi qudratlik Allohning chegarasiga, ya'ni cheklamasiga tushib qolishdan va Alloh harom qilgan narsalarga xiloflik qilishdan cheklaydi. Payg'ambar alayhissalom har qanday bir podshohning chek-chegarasi bor, Allohning chek-chegarasi Allohning harom qilgan narsalardir degan. Demak, o inson nafs xohishiga agishishdan o'zini kontrol qiladi va cheklaydi. Ibn Javziy rahimahulloh mundaq degan: jazo ba'zida insonga tuyuqsiz keladi va ba'zida tuyuqsiz kelmaydi. Bu vaqtda u jazoni aql kechiktiradi. Aqlli odam biror xatolikni qilib solsa, darhol tavba qiladi. Nima uchun darhol tavba qiladi? Chunki berilgan muhlat tufayli mag'rurlanib yurgan qanchalik osiy kishilar halok qilindi. To'g'ri. Jazo ba'zida kechikib umrining oxirida kelishi mumkin. Yoshning cho'ngishi bilan birga davomlashayotgan putlkashonlik yosh vaqtida qilgan gunohning natijasidir. Xatolikning oqibatidan qattiq hazar ayligin. Uni tavba qilish bilan yuyishga oldirg'in. Chunki xatolikning jazosi tez bo'ladi. Agar jazosi vaqtida kelmasa, oxirida jug'lishib biroqli keladi. Havoyi havasga ergashishlarning nadonligi, noto'g'ri ko'ngil echish va shahvatga g'arq bo'lish tentaklik va nazar doirasining torliqining isbotidir. Ibn Javziy rahimahulloh mundaq deydi: eng nadon kishi lazzatga berilib ketgan odamdir. Lazzatga berilib ketgan kishi bir lazzatdan bekor bo'lsa, yana bir lazzatga ergashidi. Uning bu qilmishi o'lganga qadar davomlashib, oxirida tuzatgani bo'lmaydigan pushaymon cho'lga tashlandi. Bu qisqagina hayotda har qanday bo'lg'inishdan xoli, har qanday ayib nuqsondan yiroq, mangu davomlashadigan oxiratning lazzatiga ahamiyat bermasdan dunyo lazzatiga berilib ketgan kishiga hayronman. Chunki dunyo lazzatiga yaqinlashish oxirat lazzatini yiroqlashtirdi. Dunyo lazzatini avvatlashtirish oxirat lazzatini xaroblashtirdi. Tadbirlik, zirak va aqlli kishining mushu ahvollarga nazar solmay g'afil qolganligiga hayronman. Noto'g'ri ko'ngil etish bo'lsa, gunoh ma'siyatli bo'lib qolmasdan, balki uningga yuqorida tilga olingan jazolar bilan birga dunyodagi xorliq, kishilar orasida rasvo bo'lish, jinoiy jazolar, oxiratning azobi va Alloh taolaning g'azabi qatorliqlar hamroh bo'ladi. Islom o'ttirhal dindir.
İslam barliq ishlarda o'ttirhol, mo'tadil din bo'lg'achqa, kishilarga rohiblar agashkuchilarga shahvatni harom qilganidek shahvatni butunlay harom qilmadi. İslam kishilarga materializm, ibohiy madaniyat qilgandek havoyi havas tizginni bo'lishiga qo'yib etmadi. Bugungi kunda hozirgi dunyo ahvoliga va dunyo duch kelayotgan har xil krizislarga nazar solgan kishi İslamning buyukligini, İslamning insoniyatni isloh qilishga va har qanday zamon va makondagi har xil krizislardan qutulishga kepil bo'lgan go'zal bir nizomini his qila oladi. Shaksizki, bugun g'arb dunyosi o'zi targ'an mushkulotlarning butun g'arb jamiyatiga bo'randek yopirilib kelayotganligiga duchor bo'lmoqda. Mana bu ularning aqlli kishilarini sharqning avlodlaridek, ya'ni musulmonlardek iffetlik va hayolik bo'lishni orzu qilishga undayotgan omildir. Yozuvchi Ernon qizlarimizning uylarda qilib, oila ishlari bilan mashg'ul bo'lishi, sirtqa chiqib o'zlarining go'zal hayotini mengulik bulg'aydigan xizmatlardan yaxshiroqdir va bu uningga qaraganda yengil sinoqdir. Kashki bizning yurtimiz iffetlik, hayo nomusliq va poklik jihatda musulmonlarning yurtiga o'xshash bo'lsa-chu, da'vatidi. Shahvatga agishishning yana boshqa oqibatlari. Shahvoniylikning oqibati oxiratga qarashliq bo'lmaydi. Balki shahvoniy kishilar oxiratdagi do'zaxning o'ti bilan azoblanishdan burun dunyodami o'ziga loyiq shaklda azoblanib turadigan bo'lib, bu azoblar tuvandikilar. Birinchi, Alloh taolo shahvatxo'r kishilarni ajallik va tarqalishchan vabo kasaliga giribtor qilib qo'yadi. Dunyoda bir kishiga 4 minut ichida yo'qadigan, her yili milyonlagan kishilarning jinini oladigan aydiz kasali va vaboga o'xshash kasallar jonni oladigan kasallarning eng oldinqisidir. Ikkinchi, Alloh taolo kishilarni ozg'unlikdan qaytib aqlini tepib olsin deb umumiyuzlik o'limni avatidi. Qaraydigan bo'lsak, keyingi zamonlarda yer tavrash, toshqin, yer yerilish, havo klimatlarining o'zgarishi va qurg'oqchilik qatorliq sabablar tufayli umumiyuzlik o'lim ko'payotidi. Alloh taolo bu to'g'risida mundaq degan: insonlarning o'z qo'llari bilan qilgan qilmishlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetdi. 3. Urushning ko'p bo'lishi. Uning natijasida millionlagan kishilarning qurbon bo'lishi. 4. Er-xotinlarning xiyonati sababli turmushning buzilishi. Ajrashgandan keyin kun sayin eshiyotgan jinsiy shahvatini qondirish bilan mashg'ul bo'lishi. 5. Otalar farzandlarini tarbiyalash mas'uliyatini ustiga olmag'achqa, farzandlarning vayron bo'lishi, balki texi g'arb dunyosida nurg'un otalar qizlarini uydan qo'g'lab chiqarib, o'z chiqimini rezil ishlarni qilish orqali, hatto fahishvozlik qilib bo'lsa-mu, o'zi hal qilishni talab qilishi. 6. Normal jinsiy aloqa qoidasidan chetnab ketguchilar nisbatining kundan kunga eshishi. Ularning haq-huquqining qo'g'dilinishi, hatto o'xshash jinsliklarning, ya'ni er kishining er kishi bilan, ayol kishining ayol kishi bilan to'y qilishi jamiyatda g'ayri tuyulmaydigan darajada avj oldi. Shaksizki, bu nachar qilmish insoniyatning yo'qilishiga tahdid bo'layotdi va insonlar orasidagi aloqani vayron qilayotdi. G'alba, sabr qilish va taqvolik bilan qo'lga keladi. Shahvat do'lqinidan hazar aylanglar va uning sukunatidan mag'rurlanmanglar. Sahilni va taqvolik qo'rg'inini lozim tutinglar. Chunki azob alamlikdir. Taqvolikni lozim tutganda maqsad qilgan va ko'ngil tortgan narsalarga xohlagancha erishgan bo'lmaydiganligini yaxshi bilinglar. Bu holat oz yegan to'q yeydi, ko'p yegan poq yeydi. Az yegan melek perişte buludu, köp yegan halak buludu degan maqol temsilini ifoda qiladi. Agar Alloh sizlardan yuz o'risa, sizlar dunyolik tilaklarni orzu qilishda eng yuqori chekka yetgan taqdirdimi, tinchliqinglar halokat,
Salomatlikinglar va sog'lomliginglar kasallikka aylanadi. Ishlarning oxiri e'tiborga ilinadi. Aqlli odam ishning oqibatiga diqqat qilib, sabrlik bilan ish ko'radi. Alloh taolo hammamizdan og'ir balo qazolarni ko'tarib etsin. Amin.